Barchalarga assalomu alaykum do'stlarim. Sizlar bilan Moshe Energy'da o'tgan videoda modlarni albatta Telegram kanaliga tashladim. Lichkani to'ldirish shart emas. Biz bunga video roligimizda nima shu orqada turgan orolchada xullas vijvaniya qilishimiz kerak. Orolda attiki bir dona mamlaqa bitta daraxt bor xolos. Bu to'g'rini hozirchalik o'ldirmaymiz chunki bu to'g'ri kelajakda kerak bo'ladi. Bittagina daraxt bor, boshqa bu yerda daraxt yo'q. Biz aykan o'rtasida qolib ketgan bir bechara hadayoq qolib ketgan odamimiz yo'q, aytib orol bor ekan. Oddiy survival bo'lmaydi bolalar, sizlarga kuldirishga harakat qilaman. Biz kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Ko'rib turganlaringdek, bizani qornimiz ochdi. Bu to'g'rini o'ldirishga majburmiz. Chunki meni qornim och. Bu shirincha kichkinagina ko'zachamni oldida bu ishni amalga oshirdim. Mayli, ko'p cho'zib o'tirmasdan biz daraxtni buzamiz. Daraxtni buzib kuchayib keluvchi bizdan biznesmen chiqadi. Xullas, bu daraxtlar buzib olamiz. Va bolalar, mana oxirgi daraxtni ham sindirib olyapman. Bu daraxt olgandan keyin versagamiz va albatta kuchayib ketishimiz kerak bo'ladi. Bu biz daraxtlar taxta qilib olamiz va speedrancha yasamabman-ku. Versagni yasaymiz va qo'yamiz. Va versagni ichiga kiramiz, boshimiz bilan kiramiz va taxtani yasaymiz, kirkani yasaymiz. Stop. Qiziq, tagimizda tosh bormi-ki? Shuni aniqlab olamiz, lekin undan oldin versiya sindirib, keyin pastga tushishimiz kerak. Chunki versiya yana qayta olib chiqish uchun men erinaman. Tagimiz yaxshi tosh bor ekan, bu degani biz kuchaya olamiz. Toshlarni olamiz. 3 ta toshlarga sirazi mana kirkasiman, tosh kirki. Har doim vijvaniya qilayotganimda ham shunga odatlanib qolganman. Endi bu yog'iga tosh ko'lashimiz ancha osonroq bo'ladi. Menimcha yetarlicha tosh ko'ladim bolalar. Bizga 37 ta tosh menimcha bemalol yetsa kerak. Biza bitta palkasimiz, unga qilich albatta, ili topor albatta. Bu toporni yasaganimizdan keyin yurtarimizga olishimiz kerak. Mana yurtarimizga ham olamiz. Meni planim albatta uy qurish, lekin bitta daraxt bilan uy qurish qanaqa bo'lar ekan? Mana qiyin bo'lsa kerak. Xuddi o'zimiz Skyblock turgandek his qilyapman, chunki bitta daraxt buzasizlar, bu daraxtni ekasizlar, yana qayta qo'yasizlar, shu bilan davom etib ketaveradi. Shu orolchada ham xuddi shunday bo'lyapti shekilli bolalar. Ustov bizda shakar qayerda? Xat qo'yim devordim bir yo'la. Bu shakarning oti nima edi? Xullas, mana shu narsani olishimiz kerak. Bu narsa bizga kelajakda kerak bo'ladi. Oti nima? Sugar cane ekan. Mod bag'ini topdim hali. What the heck bro? Bolalar, aytdim daraxt borki, daraxt bargini sindirdim. O'sha daraxtdan bitta daraxt tushmaydi. Ekib yana daraxt cheksiz qolsa bo'lardi. Lekin birorta ham daraxt tushmadi bolalar. Endi Minecraft ham meni insofdan meni Mojang Studio qayerga qarayapti, mahalla qayerga qarayapti. Birorta daraxt tushmadi menga. Endi men qanday bu yoqda daraxt ekanman, qanday qilib bitta rivojlanib ketaman degan savollarim ham bor bo'ldi. Endi bular endi xudo biladi endi. Balkim qo'y bilan daraxt qayerda bilasanmi? Bilasanmi? Uyga qayerga qochyapsan? Menga ayt daraxt. Aytdaligini. Bu bilmayman degani bo'lsa kerak menimcha. Bolalar, endi shunga majbur bo'ldim, chunki birorta ham daraxt tushmadi. Kreativdan olishga majbur, chunki bitta nekak qanday qilib biz kuchayib ketishimiz imkonsiz edi. Chunki bitta daraxtni kreativdan olib turdim. Faqatgina bitta daraxt bor. Siz olmadingmi? Bolalar, men bitta juda ham zerikib ketdim. Kichkinagina orolchada qisilib ketdim. Yerdagi orolga bormoqchiman. Bitta balkim qishloq bo'lib qolishi mumkin. Balkim bitta boyib ketishimiz ham mumkin bolalar. Nima deysizlar? Har qayoqda hamma narsalar bo'lishi mumkin. Men o'zimga bu yerda kichkinagina narsalar qo'yadigan joy qilib oldim. Ile suvni oldiga tezroq qo'yish uchun daraxtni qo'ydim. Endi men invertarimdagi bitta daraxt bilan men hozir kema yasashim kerak. Kema yasaganimdan keyin sirazi o'sha yoqqa surib olamiz bolalar. Bitta labat kesamiz. Ile bitta kema, lekin daraxtimiz juda ham oz qoldi. Nima bo'lgan taqdirda ham biz kemaga o'tiramiz. Unda let's go bolalar. U yerda nima borligi menga juda ham qiziq. Yo-mayo, yangi versiya bas, lekin eski versiya bo'lishiga qaramay, juda ham ajoyib manzaraga duch kelib qoldim bolalar. Qaranglar, qanchalik ajoyib joy bu yerlar bolalar. Ko'ryapsizlarmi qanchalik chiroyli? Bu shunaqa joylar haqiqiy real hayotda ham bor. Lekin sen nimaga bu yerda orolchada bas betda yuribsan desanglar, men просто zerikkanimdan keldim. Yana o'sha orolchamga qaytaman, xavotir olmanglar. O'zim faqat orolchada survival qilishim kerak. Menga bu yerda bitta blok kerak bo'lgani uchun bu yoqqa keldim. Keyin qaytaman bolalar. Uni kommentariy hech qilish shart emas. Menga agar mabodo uy qurib qolsam, menga qum kerak bo'ladi. Shuning uchun bu yerdan ozgina qumlarni olyapman. So'ysa bizga oyna kerak. U yerda umuman qum yo'q edi menimcha.
Men aytdi qum ko'rmagandim yoki bu yerda bordi qum, mayli endi. Keyin aytdi qum borligi esimdan chiqib qolibdi. Mayli bu yerdan suramiz bolalar, orolchamizga qaytamiz. Bolalar aytdim, kemamchada suzib yurdim kemachamda, lekin bak topib qoldim, qaranglar. Pastga tushga mana bu nima? Chivo, это как narsa bu? Это вот narsa bu. Nima edi bu? Nima edi bu? Minecraftning bagini topib qo'ydim-ku. Nima bo'ldi tushunmadim. Keldi mana hamma yoq ko'zim oldi qorong'ilashib ketdi. Stop, men nafas. Bu yerda havo yo'q ekan bu yerda. Bu yerda havo bor ekan, mana meni suv shkalam yo'qolib qoldi. Ya'ni nafas olish shkalam yo'qolib qoldi. Suvga tushsam mana o'sha nafas olyapman, nafasim tugab qolyapti. O'sha yoqqa kirsam agar yana o'z holiga qaytarilyapti. Xuddi men tashqarida turgandek bu yerda qanaqadir havo punkti bor ekan, bir tinlik tushunmadim. Mayli qayiqchamizga qaytamiz bolalar. Xo'p. Bolalar, men o'zim bunaqa pechka, sandiq, versak turadigan joylarni orqasini bunaqa blok bilan o'rab qo'ydim. Qaysar o'shna joyi qichigan creeper kelib turib portatib olmasligi uchun. Va tagiga bunaqa ikkita diorit qo'yib qo'ydim. Bilmayman qatdan kelib qolgan bu ikkita diorit. Men mana bizlarni kichkinagina sandiqqa soladigan kerak narsalar bemalol solib qo'ysak bo'laveradi bolalar. Bolalar, uyiga chiqarishdi. Zombilar uyiga orolda to'la yili kichkina zombi ham yuribdi. What the fuck, balki birga bir aktyorligi, aktyorligi yoshlik qilaman shekilli. Bu zombi mendan yosh bo'lishiga qaramay, 3 ta jonim qoldi. Haligi bacha kesindi, bacha. Avval buni mana shu marazda o'ldirib olay. Yo'q, yarimta. Yaxshi, o'ldirdim. Okey, endi bu yoqqa ehtiyot bo'lish kerak kichkina zombilardan. Balki birga bir bit tursa ham o'laman-da, lekin uni ustiga chiqib qolishim kerak. Men narsani lekin qanday qilib chiqaman? Blogim yo'q. Tez ol uka. Tezroq. Yaxshi. Sal qoldi o'lib ketishimga. Hop, atrofimda kamonchi yo'q. Tekin astalik bilan bularni qirib tashlaymiz balki. Okey, let's go. O meni ketdi qo'lda tradeta bo'lganda, meni bitta otardi o'sha joyga, o'zida o'lib ketardim. Sen o'zi qatdan kelib qolding o'zi bitta basdingmi, mayli? Bu qatdan kelishyapti. Hamma suvdan kelishyapti bu marazlar. Qatdan kelishyapti. Sen qatdan keling, enangdan keldingmi men oldimga? O'zi orolning kichkina bo'lsa shuncha zombiga balo bormi? Va nihoyat oxirgi zombi qoldi. Buni ham kallasida bir bola bor ekan. Uni ham o'ldirib olsak bo'ladi. Balkim oltin bosh kiyimi tushib qolishi mumkin. Yo'q, tushmadi, hech boqa tushmadi. Faqatgina zombilar go'sht tushdi. Yo'q, yeba, qoch. Qocholmadim. Endi balki aktyorligiga, balki qaytasan. Sen meni o'ldirding, sen birinchilarni oldida o'ldirdingmi? Balki sen o'lasan, o'lim bilan mahkum bo'lasan kerakki. Xullas, bunga video roligim shulardan iborat edi. Video roligida sizlarni kuldirishga harakat qilgan bo'lsam, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalni rivoji uchun ham kommentariya qoldirsanglar yaxshi bo'lardi. Men esa o'zim qurbon qilmoqchiman bu yerdan. Hamma bloklarni ishlatib, tepadan o'zim tashlab yuboraman xullas kerakki. Sizlar esa kanalga obuna bo'linglar. Barchaga xayr.